Do'stlar, shahar markazidan juda ham zo'r lokatsiyadan 10 qavatli Novostroykaning 8-qavatida 3 xonali zo'r holatdagi tayyor remontli kvartira sotuvga chiqmoqda. Juda ham lokatsiya zo'r, Ideal School, Rahimov School, Birja pochta hammasi bir joyda jamlangan, yo'lda bo'yida lokatsiya juda ham yaxshi holatda. Podyezdlari ham kengina, o'zini tashqarida parkovkalarga ham ega. Lift bor, ishlab turibdi. Holatlari uyda juda ham yaxshi holatda. Ko'rishingiz mumkin, neoklassika uslubida remont qilingan, ko'zga yoqimli ranglardan foydalanilgan. Kirishimizda juda ham katta hol, ozgina planirovkasini o'zgartirishgan. Kirishimizda bu yerda mehmonxona sifatida ko'rishingiz mumkin va bu tomonda esa oshxonasi joylashgan. Kattagina oshxona mebellari o'rnatilgan, qoldiriladi. Sifatli materiallardan foydalanilgan. Juda ham chiroyli holatda, barchamizga ham shunaqangi uylarda yashash nasib qilsin. Bu tomonda esa bolalar xonasi ko'rishingiz mumkin, kattagina. Parda gilamlari, oshxona jihozlari qoldirilyapti va boshqa jihozlari esa olib chiqib ketiladi. Bu tomonda esa kattalar yotoqxonasi joylashgan, ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli uslubda remont qilingan kvartira. Va oxirida esa umumiy sanuzelni ko'rsatamiz. Ko'rishingiz mumkin, juda ham katta. Oyoqdagi devorlarga kafellar qilingan, joydan muammo yo'q, kattagina. Do'stlar, shahar markazida juda ham zo'r lokatsiyadan 3 xonali xonadon kirib yashashga tayyor holatda. Narxiga keladigan bo'lsa $58,000, albatta ozroq kam bor, qiziqqanlar bo'lsa quyidagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Videoga like bosib, do'stlaringizga ulashishni unutmang. Bizga obuna bo'ling, sizlarga bundan ham zo'r uylarni ilishda davom etamiz.